Alaykum assalom. Ha o'g'lim, qayerga ketyapsan? Dada, ko'chada ozgina ishlarim bor edi. Shularni bitirib kelay. Ha, sen ketsang, abitga o'zim men Shavkatjon somsasini mana qo'shni Avazbek onasiga ko'tarib kelyapti. Juda ham maqtashyapti somsasini. O'shandan bir 2 dona ko'tarib ketchi, biz ham bir yillikchi bolam. Dada, qanaqa somsa? Hozir men somsaga vaqtim yo'q. Mana bir emas 2 ta mashina bo'lsa, o'zingiz g'iza chiqib kelsangiz bo'laveradi. Keling, o'zingiz chiqib kela qoling. Ha, mayli-da o'g'lim. Yaxshi borib kel. Sog' salomat borib kelaver. Endi meni oyog'im o'g'risa, belim o'g'risa, mashinamni olmasam, qanday borib kelaman men? Yaxshi borib kelgan. Shavkatjon, hormasinlar. Assalomu alaykum. Sog' salomat. Rahmat. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Shu desang, onamning mazalari yo'q. Lekin sen pishirgan somsani yaxshi ko'radilar. Har kuni shu Shavkatjon qo'shnilarning somsasini olib kelgan, 2 ta olib kelgan deydilar. Bittani arang yarmini yeydilar. Lekin juda ham yaxshi ko'radilar. Yoshlari 80 dan oshib qoldi. Shunisiga shu qilaman. Yeyman, ichaman deb turibdilar, borlariga shukur. 2 ta yaxshi somsani to'y go'shtiga bo'lgandan bersang. Ha, aka, o'shani sizni yaxshi ko'raman-da. Mana 80 ga kirgan onangiz bor. Shularni ehtiyot qiling. Qolgani hammasi bo'laveradi, aka. Mol dunyo hammasi topilaveradi. Onaning duosini olaver. Hozir aka, eng zo'r joyidan tandirdan o'zi beraman hozir. Yaxshi ham baxtimga onam borlar, umrlari uzoq bo'lsin. Nima yeyman, nima ichaman desalar, ko'ngillariga qarayman. Ilohim hammaning onasi bor bo'lsin. Borlariga shukur. Qo'y go'shtini eng chiroyli, issiq joyidan berdim. Onajon duo qilib qo'ysalar bo'ldi. Rahmat uka, umringdan baraka top. Sog' bo'ling. Xudo xolasa. Xo'p aka, salomat bo'ling. Bu kishini ham nuqul uyga tashiganlarini ko'raman. Bir odamga o'xshab, xotirjam o'tirib, somsa-pomsa yeb, odamga o'xshab o'tirganlarini hech ko'rmayman-da. Odamlarga ham hayronsan. Yaxshilab o'tir, mazza qilib yeb, ichib o'tir, hayotdan lazzat olib yashashni bilmaydi-da bular. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog' salomat. Avazbek yuribsizmi? Rahmat, Alloh. Qayerdan kelyapsiz? Tilla tandirdan. Tilla tandirdan. O'zimizdan, Shavkatjon somsasidan. Onani egalari kelgan ekan. Umringiz uzoq bo'lsin. Onangizlar tuzuklarmi? Ha, rahmat. Sog' Yuring, salomat. cho'pay qilamiz. Rahmat, yashayvering. Buni g'iybat qilguncha uyingizga borib, otangizdan xabar oling. Balki abetga yeydigan narsasi yo'qdir. Hozirgi aka siz bilan bizga o'xshab ko'chada o'ynab yurgani yo'q. Onasiga 2 dona bo'lsa ham somsa ko'tarib ketdi. O'ylab qarasam, gapingda jon bor. Ancha otamga bee'tibor bo'lib qolman. Menga mana shu somsani issiq joyidan 2 dona ber, otamni bor duolarini olaman. Otajonim mehringizga bo'lib zor yig'layman. Sizni birdan ko'ra olmasman. Otajonim qaydasiz? Nima? Sog'liqqa. Chashashilib kelyapsan. Dadajon, ertalab ketayotganimda siz ko'nglingizni biroz og'ritdi. Men endi tushunib yetdim. Nodon o'g'il ekanman. Kechiring dadajon. Mo'ltiragan ko'zingizni ko'rolmasman, ne qilay? Mo'ltiragan ko'zingizni ko'rolmasman, ne qilay?